Men bir insonga molimni sotaman deb bo'lib berishga rozi bo'ldim, lekin u inson bilan hali ko'rishmadik va u molni qo'li bilan ushlab sifatini tekshirgani yo'q. Pulni ma'lum qismini ham bergani yo'q. Savolim shundan iboratki, men shu holatda molni sotishdan bosh tortishim mumkinmi yoki bu joiz bo'lmaydimi? Xo'p, alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Bu holatda agar sotaman deb hali kelishuv aniq, ya'ni baraka qilinmagan bo'lsa, sotishga va'dalashilgan bo'lsa yoki shunchaki maslahat qilingan bo'lsa, unda bu odam misol sotmabdi hali, boshqa odamga sotishi ham mumkin. Lekin va'da ma'nosida narigi odamga va'da berib qo'ygan bo'lsa, va'dasini bajarishlik dinimiz talablaridan hisoblanadi. Lekin hali bay bo'lmagani uchun misol sotmasa ham haqqi bor, lekin va'dasini bajargani yaxshi bo'ladi. Lekin qat'iy ma'noda va'da qilmagan, shunchaki maslahat bo'lgan, kelsangiz sizga sotaman, balki kelsangiz kelisharmiz degan ma'noda aytilgan bo'lsa, unda u haqqi bo'ladi. U odamdan boshqa odamga sotishga ham, sizga sotolmay qoldim, boshqa odamga sotyapman desa ham haqqi bo'ladi. Lekin oldi sotdi bo'lgan bo'lsa, oldim sotdim degan ma'nodagi so'zlar, baraka bo'lgan, bizning tilimizda baraka deyiladi, barakaga oid ishlar bo'lgan bo'lsa, qo'l tashlab bo'ldi, o'tdi bizga degan so'zlar, shunaqa dalolat qiluvchi so'zlar bo'lgan bo'lsa, endi u narsa u odamniki bo'lib qoladi, boshqa odamga sota olmaydi. Vallohu a'lam.